Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada havoni aytdim, yaxshi bo'lgan chiroyli kun. Shunga dastlab ko'l bo'yiga berib asar o'qib beray dedim. Biroz tirishqan bo'ldim, lekin hamma odam taloq chiqib olgandek. Shunga bu Attargul bog'chisining ichiga kirib, chiroyli kichik ko'lning yanida asarni o'qiy dedim. Bugun Xalida Isroil Apbayning Ufuqdagi izlar nomli asarni davomlashtirib o'qiymiz. Xo'sh. 1941-yili men Darul Muallimni bitkizib, Qashqar shahridagi Paxal bozori qizlar maktabiga mudir bo'ldim. Bu maktabda qiz cho'kallar, hatto xeyli cho'ng ayollarni o'qiydi. Ularning orasida Qashqar shahridagi cho'ng boylar va diniy o'limalarning xonim qizlarimi bo'lib, ularning ba'zilari maktabga velosiped minib keladi. Bu velosiped umumlashmagan davr bo'lg'ashqa, velosiped mingan boylarning qizlari o'tib ketayotganda, ushoq bolalar "Shayton g'arvis keldi" deb varqirab orqasidan yugurishadi. Bu maktabda yana hunarvan, kasib, shahar kambag'allarning qizlari bor edi. Boyning qizlari bilan kambag'allarning qizlari kiyim-kechak, yurish-turishda aniq farqlanib turadi. Biz maktab tarbiyasida boy kambag'allar barobar deydigan qarashni tashabbus qilatdik. Qiz cho'kkan o'quvchilarimizning insoniy g'urur tiklashi, oilada va jamiyatda o'zini qo'g'daydigan iqtidor yetildirishini tashabbus qilatdik. Ayollarni mal o'rnida elib sotadigan, xo'rlaydigan, yosh qizlarni qeyr mollalarga duo qildiradigan, ko'p xotin oladigan nachar odamlarga qarshi turishga ilhomlantiradi. Zo'rur tepilsa, mundaq ishlarga orlishib, qiz cho'kallarni qo'g'daydi. Shu tufayli ba'zi mutaassib diniy kuchlar bilan qarshilashib qoladi. Lekin uchoqlarda maktab o'qituvchilarining obro'yi nihoyatda yuqori bo'lganlikdan mutaassib kuchlar bizga oshkora qarshilik ko'rsatilmaydi. Shu yil qishda Qashqarda qilin qor yoqqan edi. Bir kuni attiganda sinflarni arlab, tekshirib yurib, bir sinfning oldida qarga yalangoyoq dastab turgan bir kichik qiz o'quvchini ko'rib qoldi. Qizchaqning kiyimlari yelin edi. So'g'uqdan qizilchidak bo'lib ketgan putlarini to'xtamay yo'tkab, mishildab yig'lab turadi. Ishtik oldiga berib, nima bo'lganligini so'rsam, payshanbalik elib kelolmaganligi uchun din darsi o'tadigan xalpitim jazosiga qorda turg'izib qo'yganligini aytib, zar-zar yig'lab ketdi. Men g'azabimni bosolmay xalpitimni chaqirib ayibladim. U gapimga toza qoyil bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, o'zlari birdan yalangoyoq turib baqsila xalpitim deb turib oldi. Va xatoliqiga tan oldirib, buningdan keyin bundaq ishlarni sodir qilmaslikka va'da qildirdim. Qizchaqni ishxonaga elib kirib, shirada o'ltirg'izib, ikki putini chopinimning ichiga tiqib, isitib, poytamalarini yo'gab, o'tkini kiydirib, sinfga akirib qo'ydim. Bu faqat kichikgina bir misol. Bundaq ishlar doim uchrab turadi. Yaxshi kunlar uzoqqa bormadi. Ochiq osmonni birdilla qora bulut qoplab, jut shivirg'an qutirashga boshladi. 1942-yili Shingsayning Sovet ittifoqidan yuz o'rib, Gomintan qo'yniga o'zini etishi bilan gullab yashnavatgan milliy ma'arif bog'chisiga ushuk tagdi. Ilg'ari o'qituvchilar orqa-orqadan qo'lga elindi. Sovet ittifoqidan kirgizilgan darslik, kitob, materiallar yig'ib olindi. Darslikka ushmaslak va Gomindangni madiylaydigan mazmunlar qo'shildi. Birmuncha maktablar taqaldi. Nurg'un muallimlar ishsiz qoldi. Kishilar bolalarini yana diniy maktablarga berishga boshladi. Bir kuni ishga kelib o'ltirsam, bir o'quvchim: "Salima xonim, ko'rdingizmi? Atdigan kimlarkin?"
maktabning atrofidagi yo'llarga yo'qolsin qizil pochaq Salima Tolib deb shuarlarni choplab etibdi. Ochiqimda toza yirtibdiman deb bir ikki parcha shuar yozilgan qog'ozni oldimga qo'ydi. Yaqindan buyon shahar ko'chalarida ziyolilarga hujum qiladigan mundaq shuarlarni pat-pat uchirtib turadigan bo'lib qolgan edi. Shunga ancha hodiqib ketmay xizmatimni ishlaverdim. Shuarlarmi choplanaverdi. Bir kuni ma'rif idorasidan odam kelib, maktabni taqaydiganligini uqtirdi. Biz o'quvchilar nurg'un go'zal asliliklarimiz, arzu arman va qon terimiz qolgan bu maktabdan va bir-birimizdan qiymagan holda ayrildik. Shu kunlarda hukumat boshqarishidagi qo'g'an maktabda mudir bo'lib ishlayotgan erimmi o'qitish ishlaridagi nomuvofiq o'zgartishlarga norozi bo'lib, ma'rif idorasilar bilan ziddiyatlashib qolganligi sababidan xizmatdan bo'shatib etildi. Har ikkimiz ishsiz qoldik. Ish izlab ko'p yo'l mangan bo'lsaqmi, ish topolmay oxiri ikkimiz erimning yurti otishga berib, hukumat boshqarishidagi qizlar maktabiga o'rinlashdik. Men maktab mudiri bo'ldim, erim ilmiy mudir bo'ldi. Ammo xizmatga o'rinlashib uzoq o'tmay his qildikki, bu yerning vaziyatimi Qashqarnikidan farqlanmaydi ekan. Bu yerdagi ilg'or o'qituvchilarga ko'z quloq bo'lib, ularning har biri eg'iz so'z, ish harakatini yuqoriga yetkazib turadigan kishilar bor ekan. U davrlar ayol ikkilimizning yosh, qinimiz urug'ib turgan davrlar bo'lganlikdan ko'zimizga xavf-xatar ko'rinmaydi. Fursat topsaqla o'quvchilarga ilg'or qarashlarni tashviq qilib, zulmatlik zamon Gomindang aksiyatchilari va ularning feodal qo'l chumoqlari ustidan shikoyat qiladi. Ilg'or kishilarning suhbat, munozirlarga qatnashadi. Shu yillarda yangidan taraqqiy qilayotgan Gomindang firqasining a'zolari bizni yeniga tortmoqchi bo'lib, Gomindangga a'zo bo'lishga ko'p da'vat qildi. Ammo biz e'tiqodimizdan voz kechmay Gomindangga a'zo bo'lishni rad qildik. Natijada bu yerdimi qizil pochaq ataldi. 1944-yili 3 viloyat inqilobining portlashi ilg'or o'qituvchilarga nihoyat zo'r ilhom bo'ldi. Angla ey vatan bolalari, shimoldan xabar keladi. G'olibiyat to'g'ini egiz ko'tarib, mard o'g'lonlaring keladi. Ey vatan, jonu vatan, jon vatan, xalqimiz bo'lsin aman, kurashdan utuq, ozodlik keladi. degan marsh o'quvchilar ichida umumlashib, har kuni attiganlik gimnastikadan keyin o'quvchilar ko'tarangi ruh bilan bu marshni o'qiydigan bo'ldi. O'qitish ishlarida yana bir mazgil jonlanish bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Gomindang aksiyatchilarimi o'quvchilarga bo'lgan bostirish, besimni kuchaytirdi. Ishpiyon allaqanotlardan kaltakchilarni tashkillab, ilg'or zotlarni xohlagancha urib so'qdi. Uylarni axtirdi. Ta'tillarda o'qituvchilarni yig'ib olib, shu viloyat o'g'irlarining tashviqotiga ishonmaslik, tinch vaziyatni saqlash to'g'risida vaz nasihat so'zlaydi. Yana bir tarafdan o'qituvchilarni ko'plab qo'lga olishga boshlagan edi. Bir kuni saqchida ishlaydigan bir tonishimiz bizga lot qog'ozga yozilgan bir tizimlikni ko'rsatib, bizni darhol otishdan ketishga undadi. U asli saqchi idorasining tutqun qilish tizimligi bo'lib, uning ichida ayol ikkimizning ismimiz bor edi. Biz bir necha kun qo'shnilarning samonliqida yo'shirinib turib, keyin o'g'irliqcha Qashqarga ketdik. Toki uch viloyat hukumati Gomindang bilan kelishim tuzib, vaqtliq hukumat tashkil qilguncha shundoq sarson, sargardon bo'lib yurdik. 1946-yili Ahmadjon apandi, Jang Jujung qatorliqlar bitimning ijrosini tekshirish uchun Qashqarga kelganda, ayol ikkimiz Ahmadjon apandi bilan ko'rishib, uningga ahvolimizni aytdik. Ahmadjon apandi bizga hesdashlik qildi va bizni ilhomlantirdi. Shundaqla
atuş hakimiga qartib bizni loyiqada ishiltish to'g'risida xat yozib berdi. Xatning yuzi bilan biz yana asldagi maktabga o'rinlashdik. Biroq bizga qilingan muomala boshqacha edi. Kunda atiganda yo'qlamaga qo'l qo'yib xizmatga to'liq qatnashsaqmi, ay oxirida yerim maosh oladi. Lekin jon beqish uchun buningga rozi edi. Hammadan muhimi, vaqtliq hukumatning qurilishi bilan Qashqar otishdagi ilg'or kuchlar qaytadan bosh ko'tarib, inqilobiy faoliyatlarni jonlantirib o'tgan edi. Bu vaziyat bizni cheksiz ilhomlantiradi. Lekin uzoq o'tmay bitim buzildi. Xinjiangni yana bir qitim terrorlik qopladi. 1947-yilning sentabr oyida zodi esimizdan chiqmaydigan bir ish yuz berdi. Bir kuni atiganda tuyuqsiz maktabni harbiylar egilib oldi. Chunki ular maktabni qizil pochoqlarning o'visi deb qaraydi. Maktabdagi o'qituvchi-o'quvchilar hammamiz g'azabga kelib, daftar qalam, dos chelak, supurgilarimizni ko'tarib namoyishga chiqdik. Men sapning oldida mengib, biz o'qiymiz, yo'qolsin zo'ravonlik. Harbiylar maktabdan chiqib ketsin degandak shuarlarni to'laydim. Atrofimdagi orqamdagilar shuarimga ovoz qo'shib, ko'chalarni chang keltiradi. Biz Ma'arif idorasi noyilik hukumatning oldida birdam turib, yana shuar to'lg'inimizcha maktabga qaytdik. Sinib ishxonlarning derisidan nurg'un miltiqlarning uchi bizga qartildi. O'giziga o'rintilgan pulemyotlarmi bizni nishonga oldi. Harbiy qo'mondonning "Diqqat, o'q chiqarishga tayyorlan" degan ovozi bilan miltiqlar sharaqlab ketdi. Yana birli buyruq berilsa, maktab oldi o'qituvchilarning va norasida qizlarning jasadlari bilan to'lib, qonlar daryo bo'lib oqqan bo'ladi. Moshundaq xatarlik paytda nohiylik hukumatdagilar yugurishib kelib, harbiylar bilan suhbatlashdi. Harbiylar maktabdan chekindigan bo'ldi. Biroq biz yana bir qitim maktabdan qovlandik. U yillari biz bir qiz, bir o'g'il, ikki bolalik bo'lib qolgan edik. Atishdan yenib, bolalarimni elib dadamning yeniga, Paychanga bordik. Biz bargan kuni dadam uyda yo'q ekan. 35ga izlab bordim. U yerdimi yo'q. Uydan birer 2 kilometr jiroqlikda qo'y boqadigan jangallarimiz bo'ladigan. Dadamni shu yerdan topdim. Dadam umrvoyat yer bilan hapilishib, yerga cho'nqur muhabbat bog'lagan odam edi. O ilgirki vaqtlarda doim mushu jangalni o'zlashtirsa, karomat unumlik yer bo'lib ketadi deb yurdigan. Bu qitim dadamning ashu arzusini amalga oshirganligini ko'rdim. U uydagi yo'g'on kat sanduqini kala harbasiga bog'lab, o'zi yolg'iz harvada to'p to'shib, birer kilometr uzunlikda yektak tuz ko'tirma eriq qezib jangalga suv boshlabdi. Jangalning azg'an tikanlarini qo'mirib, o'si qilib, yerlarni og'dirib terishga tayyorlab qo'yibdi. Men cho'l qo'ynida yerdan 2 metrcha egizlikda ko'tarilib turgan bu zo'r qurilishga hayronlik va qoyillik ichida xiylig'icha qarab turib qoldim. Dadam ana shundoq bekorchilikni o'limdan yomon ko'radigan, dastigalli yerni ko'kartadigan, tutqanli ishni boshqa elib chiqadigan odam edi. Afsuski, yolg'iz enim dadamni do'rimidi. U dadamning qon tari badaliga kelgan pulni qimor o'ynab, to'q so'qishtirib, buzib chechib yuradi. Uning sababidan dadam umrining oxirida ruhiy jihatda parakandichilikka uchrabli qolmay, iqtisodiy jihatdan sunib, kunini qadr ahvol o'tkazgidek holga tushib qolgan edi. Mening dadamga ishim og'ir etdi.
inimga nasihat qilib, to'g'ri yo'lga boshlashga tirishatdim. Ammo hayotimda nurg'un qitim shuni his qildimki, bu dunyoda ba'zi ishlarni o'zgartirib bo'lmaydi ekan. Qo'limizdan keladigani faqatla taqdir shundoq deb reallikqa tan berish ekan. Uning ustiga meningmi o'z turmushim, 2 balam bor edi. Xizmat tepib, ularni beqishim, tarbiyalab, qatarga qo'shishim kerak edi. 11-oyda Qashqarga kelib, Darul Muallimindagi İsmail Sabirning to'nishtirishi bilan erim Darul Mualliminga o'qituvchi bo'ldi. Men qizlar sho'bisiga ilmiy mudir, keyin mudir bo'ldim. Bu toza pul paxallashga boshlagan yillar edi. Hukumat oyda necha qitim yangi pullarni chiqaratdi. Bu pullar millionlik, 100 millionlik pullar edi. Pullarni to'nib ulgura olmaydik. Maaşımızga tağırlap pul beretdi. Onu elip bazarga çıksak, onunla bir bak tarışa güngürt kelmeydi. Onundan köre edep, aşı pullarını tarışa güngürtnün orunda işiltetdik. Hükümet organları yağmurlarda çiriklik, parxorluk, neşkeşlik evci alğan idi. Bunun təsirdə məktəblərimi palaç halga düşüp qalğan idi. İlgirki o'qituvchilarning ba'zilari qo'lga elinib ketgan bo'lsa, ba'zilari jon beqish uchun muallimlikni tashlab ketgan edi. Lekin ko'p qism ziyolilar chiriklik, jinoyat bilan to'lgan bu zulmatlik davrning oxirlash oldida turganligini, Gomindang doiralarining o'lim oldida jon talishayotganligini ko'rib yetgan edi. Qashqardagi har soha xalqi, butun mamlakat xalqi qatorida zarqib kutgan kunlar oxir yetib keldi. 1949-yil 10-oyning 26-kuni Qashqar shahridagi necha 10 ming omma aydurumgacha berib, tantana sadosi ichida Azodlik armiyasini kutib oldi. Men u chaqda Qashqar shahridagi Nobeshi qizlar maktabida ishlayotdim. Bir kuni harbiy hay'atdan chaqirildim. Harbiy hay'atdagi rahbarlarning ko'rsatishi bilan ayollar xizmati hay'atligiga tayinlandim. Bu mening hayot yo'limdagi yana bir cho'ng burilish bo'ldi. Mush asar o'qiyotgan vaqtimda u yoqdan bu yoqdan o'tganlar shunda qoniqib qarab turib ketdi. Ba'zi chiroyli so'raydi, "Nima o'qiyotsan? Qaysi til?" deb azroq tushuntirib qo'yma. Mana axinimni ketdi. Davomlashtiraylik. Qashqardagi harbiy komitetning mudiri Van Anmao Muhammad mudiri Muhammad Iminov edi. Harbiy komitetda yana Abdukerim Mahsum, Qosimjon Qambiri, Sayfullayub, İbrahim Turdi, Abdurahim Letib, Ablayub qatorliq kishilarmi bor edi. Rahbarlik bizdek yosh kadrlarga qattiq talab qo'yatdi va ko'yinardi. Biz ularning vujudidan nurg'un narsalarni o'rganatdik. 1950-yili 4-oyda men Şinjangda taraqqiy qildirilgan tunji turkumdagi Kompartiya a'zolari qatorida Kommunistik partiyasining a'zosi bo'ldim. Men partiya bayrog'i oldida qasam berayotganimda o'zimni muqaddas, ulug'vor ishlarning bir qismiga aylangandek, atrofimdagi ashu nurg'un oliyjanob kishilarga o'xshash xalq oldidagi zo'r va intayin muhim bir mas'uliyatni ustimga olgandek tuyg'uda bo'ldim. Bu hech qanday ta'ma, shaxsiy g'araz aralashmagan chin e'tiqod edi. Uningga nurg'un go'zal arzu-armonlar, go'daklarcha sodda xiyollar va talpinishlar singan edi. Shu yili men viloyatlik ayollar birlashmasining mudirligiga tayinlandim. 1953-yili Janubiy
Şinjan өлкілік partikom құрылғанда Janubiy Şinjan өлкілік ayollar birleşmesinin müdiri boldum. Men yana memleketlik birinchi navbatlik xalq vakillari qurultayining vakili, memleketlik ayollar birleşmesinin tunji qarorliq doimiy hay'at a'zosi, Abnum rayonlik ayollar birleşmesinin muavin müdiri boldum. Qurultayda davlat rahbarlarining samimiy qabul qilishiga muyassar bo'ldim. Men ana shundaq ishonch va shon sharaflarga erishgancha, xizmat o'rnim o'sgancha, o'zimning milyonlagan Uyg'ur ayollarining vakili ekanligimni, ular uchun yaxshi xizmat qilib qolmay, Uyg'ur ayollarining erlarga o'xshash muhim mas'uliyatlarni ustiga ola oladiganligini amaliy harakatim bilan isbotlashim kerakligini cho'nqur his qilatdim. Kechani kunduzga ulab o'zimni unutgan halda ishlaydim. Yani sel qisqartitay deb qo'yildim. Ana. Elime aniq esimda 50-yillarda xalqning ruhi intayin ko'tarangi, qalbi ishonch, umidvorlikqa va qizg'inlikqa to'lgan edi. Viloyat bo'yicha necha yuzlagan savod chiqarish kash kurslari ochilgan bo'lib, dehqonlar bas-basda kursga qatnashib savod chiqarishyapti. Ularning tang yerimini degidek ayollar egallaydi. Xalqning ma'naviy turmushimi nihoyat jonlangan bo'lib, kasbiy san'at o'maklari va ishdan sirtqi san'at o'maklari shu vaqtdagi vaziyatga moslashtirib, yangi davr nima deyiladigan, koni jamiyat va boy pomishchilar ustidan shikoyat qiladigan yoki ayollar barobarligi tashabbus qiladigan nomerlarni o'ynab, xalqning qizg'inligini yuqori pallaga ko'targan edi. Hetkah teatrxonasida bir maydon o'yin qo'yilsa, yiroq yezlardan ayol dehqonlar yig'ib ketib, zalga odam patmay qoladi. Kechalari o'yindan yongan dehqonlar yangi naqshlarni aytishish, laparlarni do'rab, yo'l bo'yi naqsh to'g'lab mengishadi. O yillardagi erkin, ozoda kayfiyat xalqning yuragidan etilib chiqqan haqiqiy hissiyotning ifodasi bo'lib, kishini nihoyat ilhomlantiradi. Keyingi yillarda qanot yaydirilgan ijara haqqini kamaytirish, bashga qarshi turish, yer islohoti qatorliq ijtimoiy harakatlar davomidami Qashqar ayollari g'oyat zo'r rol o'ynadi. Shahar yezlarda o'tkazilgan har qitimliq yig'in faoliyatlarda ayollar xeyli ko'p sonni egallaydi. Ayollar qatnashqanligi sorun qaynam tashqinliqqa, qizg'inlikqa cho'miladi. 4 tam ichida qozon beshi atrofida cho'rgilab o'tgan ayollar ashundaq necha ming kishilik sorunlarni qaynam tashqinliq kayfiyatni ko'rib, hayajonda yig'lab ketishadi. Bas-basda sahnaga chiqib fikr bayon qilishadi. Ashu faoliyatlar davomida ayollar o'zlarining aql parasti va iqtidorini namoyon qilib, erlarning va jamiyatning o'zlariga bo'lgan qarashini o'zgartgan hamda o'zlarining o'rnini tiklagan edi. Keyingi mezgillarda kishilarning ashu davriga qandoq baho berishidan, xizmatlarimizda qandoq bir taraflamalik savalliklarning saqlanganligidan qat'iy nazar, ayollar ozodligidan iborat bu ulug' ish mangu tarix taraqqiyotining ilg'or tarafiga, yo'riqlikqa va insoniyatning haqiqiy ozodligiga vakillik qiladi. Ashu yo'lda ter to'kkanlarning tari hargiz bekor oqmaydi. Albatta, ayollar ozodligi quruq shuar to'g'lash orqali amalga oshadigan ish emas. Ayollar qad ko'tarishida iqtisod intayin muhim o'rinda turadi. Biz turli yo'llar orqali ayollarning madaniyat safosini va kasbiy mahoratini o'stirib, ularni ishlab chiqarish bilan shug'ullanib, iqtisodiy o'rnini tiklashga ilhomlantirdik. Munosabatlik o'rinlar bilan hamkorlashib, nurg'un tulxutun yetim o'g'illarni xizmat o'rni va muqim maoshga ega qildik. Bo'libmi 1954-yildagi sotsialistik o'zgartishga birlashtirib, ayollarni emgakka qatnashib, o'z kuchiga tayinib yashashga faol harakatlantirdi.
ayollarni g'amdan xalos qilish uchun bog'cha, yasli qurilishi, bolalar, o'smirlarning huquq manfaatini qo'g'dash jihatdimi zo'r xizmatlarni ishildi va ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Lekin bu natijalar osonlikcha qo'lga kelgani yo'q. Biz ko'p sonliq oilalarning baxt saodati uchun kurash qilayotgan chig'imizda o'z oilamiz oldidagi majburiyatimizni to'liq ado qila olmaydi. Ojiz, yetim bolalar, o'smirlar uchun chepib yurganda o'z bolalarimiz bizning mehr muhabbatimizdan bahramand bo'la olmaydi. O chaqlarda hozirgidek zamonaviy qatnash qurollari bo'lmaganligi uchun sirtqi nahiya va yezlarga ot minib yoki harbiga o'ltirib boradi. Yez kentlarning orliqi yiroq bo'lganlikdan kunlarimiz ot ustida harbida o'tadi. Haftalab, oylab uyga qayta olmaydi. Ishkirga bir necha kunlik yig'inga berishga to'g'ri kelsa, qora mashina bilan oylab yo'l bang'atdi. Har qitim bundoq uzoq safarlardan kelsak, go'hardek bolalarimiz bizni to'niy olmas bo'lib qoladi. Ozodlikning dastlabki yillarida dadam ojizlab, pat-pat og'rib qoladigan bo'lib qolgan edi. Uni Qashqarga elib kelib bir mezgil baqdim. Ammo qo'ynikang sahroda yashab odatlangan dadam shahardagi tor uylarga ko'nalmidimi yoki mening aldirashligimni ko'rib menga yuk bo'lib qolishni xohlamidimi? Ha deb yurtga ketishning jadalini qiladi. Kuz oylari oxirlashga boshlagan kunlarda yurtdan tuqqanlar keldi. Ular dadamni g'arbida yotqizib elib ketmoqchi bo'ldi. Men dadamning yolvurishlariga chidamay rozilik berdim. Keyin xabar tepishimcha shu kuni kechasi g'arbidagilar uxlab qolganlikdan harba yo'ldan chiqib yo'lning tövbedeki bir tüp terakka soqilib ketibdi. Dadam shu qazoda tugab ketdi. Shu yillarda xizmat o'rnimdan bargancha o'sishi, ishlarimning ro'naq tepishi bilan tang oilamizga bir peshkalchilik әгішіп алғандак еді. Dadam ölüp ketib, uzaq ötmeyla çoğun kızım bilen çoğun oğlum arka-arkadan tügep ketdi. Çoğun kızım şu yıllarda 8 yaşlarga kirip kalgan bolup, qapqara çaşları mörsiga düşüp turatdı. Oppoq yumran yüzüde çaqnap turadigan qara ko'zlaridan aql farosat va shodlik to'kiladi. O çaxmaqdek gap so'zi, xatlarni sharildab o'qishi, hisoblarni to'g'ri va tez ishlashi, kuyimchanligi bilan bizni bek suyuntiradi. Shug'unisi mening aldirashligim tufayli rahmatli qizim ko'pincha vaqtni ustuna otishdiki, mo'misining yanada o'tkazishga majbur edi. Erimning ota-onasining uyi sharqirab eqib turadigan bir qadimiy o'stan bo'yidagi kökki taqashqan sediler bilen o'ralgan bükkede bir joyda edi. Çoğlarning aytishicha bir kuni kashti qizim qaysi bir ukisini tarat qildirish uchun eshik oldiga chiqibdi va eshik oldidagi sedining qorong'ulashib turgan shoxlariga bir qarabla chiyqirg'inicha o'shadan ketibdi. Qizimni otishdan elib kelganda ikki mangzi va lavlarida qara dog' paydo bo'lib, o'rnidan qo'polmas bo'lib qolgan ekan. Doktorlar uning kesiliga yuragi ig'ir darajada zaiflashgan deb diagnoz qo'ydi va bar amallarni ishlatdi. Qizim birer oygacha azoblanib yetib, oxiri mening quchqimda jon uzdi. O kesel vaqtlarda şundaq mulayim, şundaq rayish edi. Bizga telmirib qarab,
Ana, dada, men ölüp ketermenmi? Mening ölüp ketkim yo'q, deydi. Qizimning iç ağrıqida xeyli vaqtlargacha yig'lab yurdim va g'am qayg'ularimni unutish uchun o'zimni xizmatga texmi bakrak uradigan bo'lib ketdim. Biroq taqdir meni ayab o'ltirmadi. Aradan birer yillar o'tganda 3 yoshlarga kirgan Paqlandak semiz o'g'lim bo'g'mi kasaliga giriftar bo'lib qoldi. Oldingi kunila toychaqdak sakrab o'ynab yurgan bola bir kechadala bo'g'izi ishib, nafas ololmay sakratga tushib qoldi. O chaqlarda Qashqarda pensilin bo'lmaganligi uchun doktorlar ishqni hech qanday qilib yondira olmadi. Nafasni ravonlashtirish uchun balaning qarniga neyçi ötküzüp baqqan bolsumu, önümü bolmadı. Oğlummu köz aldımdala, əni şundaq içinişlik can üzdü. Kayni-kaynidin iki balamdın ayrılış bana kötürüp qopqısız zərbi boldu. Mən balalarım üçün hayatımı təqdim qilishqa razı edim. Amma mən ularga hech nima qilib bera olmadim. Ularni qo'qdab qala olmadim. Şu qiyin kunlarda qaysarligi, yurakligi, bilimi va olg'a intilishchanligi bilan menga yar yo'lak bo'lib kelgan erim ozodlikdan keyin xizmatda kayni-kayndan o'ngishsizlikqa uchirdi. U nahaqchilikka chidamaydigan, o'ylig'ini udulla daveradigan mijazi bor edi. O ayni davrda ma'rifni qilchi tushunmaydigan ba'zi kishilarning ma'rifga qarag'ularcha rahbarlik qilayotganini ko'rib, ular bilan munozirlashdi. Va shuningdan keyin hamma jihatda chatqiq qilishga boshladi. Bir necha yerga yo'tkilib beqib, hamma yerda qozonning qo'liqqa to't ekanligini ko'rgandan keyin umidsizlanib, dardini haroq, o'yin tomoshadan oladigan bo'lib qoldi. Onun ustiga mening xizmat o'rnimning o'sishi uningga zo'r besim bo'ldi. Chunki Qashqarning ayni davridagi sharoitida bir ayol kishining eridan yuqori amaldor bo'lishi hech kim anglamagan g'alati ish hisoblanadi. Men uningdagi o'zgarishlarni sezgan edim. Uning ko'nglini tushunatdim. Shunga pat-pat uning bilan hissiyot almashtirib turishga tirishdim. Bundaq çağlarda o qaytadan ruhlanıp, ötüzülüp qalğandek bolatdı. Amma her qitim xizmat bilan tövenge ketken yoki Ürümçi Beyjinglarga yig'in ketken çağlarımda oningda qandaqdir o'zgarishlarning bo'lib atqanligini, ikkimizning orliqimizning bargan seri jiroqlab atqanligini his qilatdim. Onun zehni va jismoniy quvvati urg'ib turadigan 30 yoshlik mazgil edi. Ayalaning davamlıq yenida bo'lishini talab qiladi. Ammo mening sharoitim onunga yar bermaydi. Kayni-kayndan elib berilayotgan harakatlar tufayli men asosiy qatlamdan kela olmaydim. 1956-yili Janubiy Shinjong o'lkasi amaldan qoldirilib, partkom va hukumat Abnum rayonlik partkom va hukumat bilan qo'shib etildi. Men Aqsu viloyatiga muavin vali bo'lib tayinlandim. Ham shu yilila Markaziy partiya maktabiga o'qishga avatildim. 2 yildan keyin qaytib kelganimda aramizda o'rnini to'ldirg'isiz cho'nqur hang paydo bo'lgan edi. O'ttirimizga hissiyat va iqtisodiyotdagi birlikning buzilishi munosabatimizni bargan seri
jirklashtiribdi. İkimizning munosabati to'g'risidagi gap so'z, fitna fasodlarmi o'tga yoq chachqandek rol o'ynaydi. Uning ustiga har ikkimiz qiziqqan, keskin, o'zimchil xarakterga ega edi. U ayol kishiga bosh egishni xohlamaydi. Menmi er kishi yerim xudo deb uning hamma ishini kechirib etadiganlardan emas edi. Lekin u qovul er kishi bo'lganlikdan ziyon tortadiganini malla edi. To'la vaqtlarda qapoqlarimni ko'paytirib ishga baratdim va boshqa ayollarga ayollar ozotligi, ayollar huquqi to'g'risida so'zlaydi. 1958-yili qishda ustini brezent bilan yapqan yo'g'on qora mashinaga bisotimni besib, bola chaqalarimni elib Aqsuga ko'chib keldim. Valiylar ichida madaniyat, ma'arif, sahiya, ommaviy tashkilotlar xizmatiga mas'ul bo'lib, qizg'inlik bilan xizmat kirishib ketdim. Aqsuga bir ayol vali kepti degan xabar Aqsuning hamma yeriga tarqalgan bo'lib, ko'chiq chiqsam kishilar yo'lidan to'xtab, menga qarashatdi. Bir-biriga ko'rsatishdi. Bo'libmi yezilarga bargan chaqlarimizda dehqonlar boshqa shuji valiylar bilan kori bo'lmay, menga qiziqib qarashatdi. Ba'zi gapchi odamlar mendan uni buni so'rashga amroq edi. Men hamma odamning nazarida yop-yoshli ayol ekan, valiylikning hududisidan chiqalarmikin? Hey, ayol degan bari bir ayoljumu degandek ma'nolarni sezatdim. Uzoq o'tmay kishilarning menga bo'lgan qarashlari o'zgardi. Men amaliyatim orqali rahbarlikning e'tirof qilishi, xizmatdoshlarim va xalqning qoyilligi ham hurmatini qo'lga keltirdim. Biroq men bir viloyatning xizmatlarining hududisidan chiqalganim bilan oilamdagi ziddiyatni hal qilishning hududisidan chiqolmadim. Bu yillarda koni yangi ziddiyatlar qo'shilib, bir ish yana bir ishni, bir ziddiyat yana bir ziddiyatni keltirib chiqarib, oilamiz vayron bo'lish girdobiga berib qolgan edi. Uzoq mezgillik, jiriklik, o'chmanlik va ruhiy azoblar har ikkimizni turmushdan jaq to'yg'izgan edi. Ish oxiri soqchi aralashishgacha yetib, jangi jadallarimiz hamma yerga kirib ketdi. Turli gap so'zlar, rivoyatlar o'tirg'a chiqdi. Mening ajrish talabim Abnumraylik partikum hukumat rahbarlarining aralashishi bilan bir necha qitim to'sib qo'yildi. Qutquzish mashinasi. Avaz o'tib ketsin. Ular kishilarning kompartiyaning kadr turib, xizmat o'rni o'sganda erini yaratmas bo'lib qoldi deyishidan ansirgan edi. Biroq bir vali doim erdan tayoq yeb yursa qandoq bo'ladi? Ya'ni kelib o'lim yetim vaqasi chiqib qolsa shu. 1960-yili yuqorining tasdiqi bilan ikkimiz nikohdan ajrashdik. Shu kunlarda bolalarim bak shuklab ketishdi. 4 balam bor edi. Ular qaysimiz onamizga, qaysimiz dadamizga tava bo'larimiz, bir tuqqanlar ayrilib ketsak, yana ko'rishalarimizmi deb dakki-do'kida qolganda qiladi. Men bolalarning hammasini elib qilish qaroriga keldim. Erimmi, bolalarni onasi baqsin, maosh yuqori baqalaydi deb ifoda bildirdi. U Qashqar shahri O'stan bo'yidagi qo'ro joyimizning o'ziga berilishini ajrashning sharti qildi. Bu qo'ro joyini biz dadamning bug'doy sotgan pullariga, ostoli yiqqan tukkanlarimizni qo'shib setib olgan edim. Shundaqdimi, men uning talabiga qo'shildim. Turmushimiz tezli iziga tushdi.
Bolupmu texi kichik ikki balam hech narsani sezmayli qoldi. Birinchi, ikkinchi sinfda o'qiyotgan qizlarim mening oldimda dadisini tilga olmaydi. Biroq men ularning dadisini o'ylaydiganligini bilatdim. Ba'zida ularning oldida o'zimni ayblikdek his qilib qolatdim. Lekin men ajrashib ketganimga azaldan pushaymon qilmadim. Men shu chaqda amdila 34 yosh kirgan edim. Uzoq yillik herish, charchash va ruhiy parakandichilik biroqla o'zini ko'rsatdimi yoki Aqsuning nam havosi yakladimi? Keyingi yili kaynidan qattiq og'rib, hayotimdan ayrilib qolg'ili tas qoldim. Bu kunlarda cho'chiridak to'rt balam kimlarning qo'liga qolar deb ansiraydigan bo'lib qolgan edi. Doktorlar kesilimni uzil-kesil saqayish uchun qurg'oq, issiq joylarga yo'tkilib ishlashni tavsiya qildi. Talabimga asosan yuqori rahbarlik meni Xotan viloyatiga yo'tkadi. Mening Aqsuning hamma nahiyalarida degidek izlarim qolgan edi. Kucha nahiyasini suv besib ketib, necha ming odam hayotidan ayrilganda. Boy nahiyasidagi ocharchilik tufayli necha ming odam o'lib ketgandi. Shu joydagi kishilar bilan billa yosh to'kkan, kadrlar va omma bilan birlikda kechini kunduzga ulab, ofatdan qutqizish xizmatlariga qatnashgan. Xizmatlarimiz utuqliq bo'lganda ko'pchilik bilan billa shotlangan. O'rtaq xizmat kurashlar davomida Aqsudagi har millat kadrlarga, oq ko'ngil Aqsu xalqiga cho'nqur mehr muhabbat bog'lagan edi. Aqsudan qiyalmagan holda ayrilib 1962-yilning kuz oylarida bir jip, bir qora mashinada Xotanga qarab yo'lga chiqdi. Bu Jungo Hindiston chegara to'qinishi bo'layotgan mezgil edi. Uchirg'anlikka kishilar "Voy, urushning oldingi sepi ketib yetibsizlarmi nima?" deb chaqchaq qilishadi. Bizmi chaqchaq bilan "Xayr xo'sh, oldingi sepga ketib boramiz" deydi. Bugun mushagicha o'qib beray. Bu bölümdeki məzmunlar sel adamın ko'nglini bakım yerim qiladigan, sel emas bakım yerim qiladigan bir bölüm. Xalida İsrail apayning apisi Salima apimiz dadasidan ayrilib, ikki balasidan ayrilib, ondan yo'ldashdan ajrashib, 4 balasi bilan hayotini davomlashtirmoqchi. Ma'qul emsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Davomiga diqqat bering. Xayr xo'sh, omon bo'laylik.